birgina xato juda ham ko'p переделкаga olib kelishi mumkin. Shuning uchun montaj qilayotganda nasoslarni, kotellarni har bitta detal to'g'ri bo'lishi kerak. O suv kirishidan tortib birinchi filtrgacha, birinchi обратный klapan, birinchi sharoy kran, zatvor, nasosni turishi, joylashuvi, unga suv tortishi, uni chiqib ketishi, обратный klapan to'g'ri joyda turishi, datchik давление avtomatikasi to'g'ri ulanishi, tok to'g'ri ulanishi, elektrika to'g'ri ulanishi, faza nollar to'g'ri ulanishi, hamma narsa yig'ilib turib, hammasi to'ppa-to'g'ri bo'lishi kerak. Agar birgina xato bo'lib qolsa, o'sha yerda qayerdadir xato bo'lib qolsa, bu shunaqa narsaga o'xshaydiki, o'sha nasos yoki o'sha оборудование yaxshi ishlamagandan keyin siz qayerda xatoyim bor ekan, qayerda aybim bor ekan deb qidiraverasiz deb, bu xuddi borki, butun katta somonning ichidan, uning ichidan bitta kichkina toshni qidirgandek odam juda ham ko'p vaqtini yo'qotib qo'yadi. Shunaqa obyektlarimiz bo'lganki, bittagina xato bo'lgan, u xatoga biz yetib borgunimizcha nasosni joyini o'zgartirishgan, pastroqga tushirishgan, teparoq ko'tarishgan, kirish diametrlarini o'zgartirishgan, ko'p narsa переделка qilinganda, lekin u xato boshqa yo'lda kichkinagina bo'lib chiqqan.